GTA 6 ni hammamiz kutyapmiz, lekin uni qotmasdan o'ynash uchun qanday kompyuter kerak va eng asosiysi u qanchaga tushadi? Obuna bo'lib, like bosib qo'ying, men esa hozir aniq hisob-kitob qilib beraman. Oldindan aytib qo'yay, hozircha GTA 6 ning PC versiyasi uchun rasmiy tizim talablari e'lon qilinmagan. Shuning uchun hozir aytiladigan barcha texnik parametrlar bu shunchaki kutilayotgan mantiqiy prognozlardir. Protsessordan boshlaymiz. Qulay o'yin uchun kamida 6 yadroli modellarga qarash kerak. Masalan, Intel Core i5 12400F yoki Ryzen 5 5600. Videokarta eng xavfsiz minimum RTX 3060 12 GB yoki RTX 4060. Operativ xotira kamida 16 GB, lekin 32 GB olsangiz xotirjamroq bo'lasiz. Xotiraga kelsak, eski HDD ni unuting, faqat tezkor SSD kerak bo'ladi. Hajm bo'yicha kamida 200-300 GB bo'sh joy ajratishga to'g'ri keladi. Sababi Rockstarning hozirgi o'yinlari allaqachon 100 GB dan ko'proq joy egallaydi. GTA 6 esa undan ham og'ir bo'lishi aniq. Endi bunga oddiyroq materinskiy plata, sifatli blok pitaniya, korpus va yaxshi sovutish tizimini qo'shamiz. Ortiqcha aksessuarlar va qimmat svetodiodlarsiz shunday o'rtacha kompyuter taxminan 900-1000 dollarga tushishi mumkin. Shuning uchun agarda GTA 6 ni kompyuterda o'ynashni istasangiz, taxminan shuncha xarajat qilishga tayyor turing.